Bugungi obzorimizda naqd 2 sotuq maydonda o'z ichiga olgan duplex kvartira. Bu kvartiramiz Ko'la ko'cha, bu tomonimiz Zamin Travel'ning yonidan kirganimizda o'ng qo'lda joylashgan. Birinchi qavat hamda podval qismimizni o'z ichiga oladi. Eshikdan kirganingizda ushbu joyimizda keng koridorga ko'zingiz tushadi va birinchi qavat uchun mo'ljallangan oshxonamiz, gaz plitalari hamda kotelimiz bu tomonda to'liq mebellari bilan birga hammasi o'z o'rnida qoladi. Kattakon o'zini xolodilniklariga ham ega. To'liq to'pol qilingan uyimizning birinchi xonasini sizga ko'rsatsam, naqd 6 ta xonaga ega bo'lgan kvartiramizda birinchisi bu mehmonxona. Mehmonlar uchun mo'ljallangan zal, stol, stulli, hashamatli mebellar o'rnatib qo'yilgan. Lustra biralarni ham bir xil qilib, chiroyli qilib ta'mirlashgan ekan. Keyin ko'radigan qismimiz bu uyimizning navbatdagi xonasi, yotoqxona. Kattalar uchun mo'ljallangan ushbu yotoqxonamizni planirovkasi ham, aboylari hamda mebellarning rangini bir xil qilishga harakat qilishgan ekan. Pardalargacha mos turibdi. Bu tomonimizda shkafimiz, bo'yinadigan qismi va alohida konditsionerlari ham mavjud. Mana bu televizor ham ancha katta ekan. Bu tomonga ham qo'shimcha shkaf o'rnatishgan ekan. Jami bo'lib ikkita shkaf ayollarga, erkaklarga alohida plan bo'lgan ekan. Endi bu qismimizga umumiy samozolinimiz birinchi qavat uchun mo'ljallangan. Ta'mirlari juda ham zo'r, barcha sharoitlarga ega. O'zi ham kiyimim rangiga mos ekan ko'p narsalar uyimizda. Bu esa navbatdagi xonamiz, asli bolalar xonasi, lekin qo'shimcha o'tirish xonasi sifatida foydalanib turishgan ekan. Televizori bor, bu tomonda esa dars qilish uchun mo'ljallangan xollarigacha mavjud ekan. Har bitta xonamiz to'pli pol uchun alohidalab registrlar qoldirilgan. Xonaning haroratini o'zingiz belgilaysiz. Endi esa pastki qavatimizga o'tamiz. Zinadan pastga tushar ekanmiz, chap tomonimizda alohida kladovkali qismimiz bor ekan. Bu yerda kompotlarni, turli xil mahsulotlarni saqlashingiz mumkin. Pastga tushganimizda LG Cruise mashinasi hamda qo'shimcha javonlar bor. Bu yerdan kiyimlarni joylashingiz mumkin ekan. Endi esa podval qismimizni mana shunaqangi koridordan navbatdagi xonamizga o'tamiz. Bu ikkinchi mehmonxonamiz. Didingizdan kelib chiqqan holatda boshqa xonaga almashtirishingiz mumkin. Bu yerda ham o'sha shohona mebellardan foydalanilgan. Mana bu tomonimizda alohida o'zini stenkalari ham bor ekan. Endi navbatdagi xonamizni ko'ramiz. Bu kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Bu ikkinchi yotoqxonamiz hisoblanadi. Poldan patlovgacha ham baland qilib ishlangan ekan. E'tibor bering, podval qismimiz. Mana bu yerda pardalari ham juda chiroyli qilib go'zalini tanlangan ekan. Pastki qavatimiz uchun ham alohida bitta sanozilimiz bor, sharoitlarga ega. Keyingi ko'radigan xonamiz esa pastki qavat uchun mo'ljallangan oshxona, lekin agar sizga oshxona bitta yetadigan bo'lsa, shu mebellarni olib chiqib tashlab turib, bolalar xonasi sifatida ham foydalanishingiz mumkin. Shunga tepada bitta, pastda bitta bolalar xonasi bo'ladi. Podval qismimiz ham to'liqligicha to'pli pol qilib qo'yilgan ekan. Xonadonimizda barcha derazalarga panjaralar o'rnatib qo'yilgan va kommunal tarmoqlardan umuman muammo yo'q. Narxiga keladigan bo'lsak, $129,000, yana oz-moz o'tib beradigan joyi ham bor. Egalar telefon nomeri videoni pastda aloqaga chiqib mana shu 202 metr kvadratlik kvartirani sotib olishingiz mumkin.